Issiq kunlarda bolalar uchun salqin joylarda foydali mashg'ulotlar tashkil etish nafaqat hordiq, balki sog'lom rivojlanishning muhim qismidir. Shu maqsadda Grant ta'lim maktabining tayyorlov hamda 1-2 sinf o'quvchilari uchun Alpomish muz saroyiga sayohat uyushtirildi. Muz saroyidagi ushbu mashg'ulot o'quvchilarning jismoniy faolligini oshirish, muvozanat va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish, shuningdek o'ziga ishonch va qat'iyatni shakllantirishga xizmat qildi. Ustoz va murabbiylar kuzatuvida bolalar konki kiyib ilk bor muz ustida harakat qilishdi. Dastlabki qiyinchiliklarga qaramay ular bir necha daqiqalar ichida o'zlarini erkin his eta boshlashdi. Sirg'alishlar, kulgular, bir-birini qo'llab-quvvatlash, ularning barchasi ushbu sayohatni nafaqat foydali, balki bolalar xotirasida unutilmas va zavqli bir kun sifatida qoldirdi. Muz ustida uchish orqali bolalar muvozanatni saqlash, harakatni boshqarish, yiqilganda esa yana qayta turish harakatni davom ettirish kabi hayotiy saboqlarni o'zlashtirishdi. Grant ta'lim maktabi o'z o'quvchilari uchun nafaqat bilim, balki sog'lom va faol hayot tarzi, mustahkam xarakter va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi amaliy loyihalarni davom ettirishni maqsad qilgan. Yangi loyihalar, qiziqarli tashabbuslar va unutilmas daqiqalar hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting va biz bilan qoling.